balki bu maslahatimdan keyin qaysidir qarindoshlarim meni bloklab qo'yishsa kerak. Sotiladimi yo'qmi bilmagan tovaringizni ushlashni boshlaysiz. Ya'ni pulimiz qiladi, o'ylaydi, shu qancha assortimentim ko'p bo'lsa, savdom shuncha zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Bilmayman qanaqa yozish kerak. Qizga muxtalaga rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Agarda sizda onlayn do'kon bo'lsa yoki tovarni biznesda bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki hozir 15 daqiqa ichida aynan mana shu biznesni, ya'ni onlayn do'kon biznesini разбирать qilamiz va undan keyin agar bu biznesga endi kirmoqchi bo'lganlar ko'rayotgan bo'lsa, bu biznesga kirish kerakmi, sizga kerak emasmi, o'zingiz qaror berasiz. Boshlashdan oldin qisqacha o'zim haqimda. Ismim Zilola, 5 yildan beri tadbirkorlik muhitdaman. 8 ta proyektga proyekt menejerlik qilganman va o'zimning bugungi kunda 2 ta aktual biznesim bor. Birinchisi servis, biznes analitika, ikkinchisi bo'lsa aynan tovarniy, onlayn ayollar kiyim do'konini ochganman. Hozirgi основной keslani ham aynan shu onlayn kiyim do'konidan beraman, ya'ni o'zimni optimdan kelib chiqib beraman va aynan bu mavzuni tanlashimga Instagramimda oprosnik o'tkazdim. Auditoriyam kiyim do'konini tanlashdi va o'sha uchun bugun shu syomkani qilyapman. Instagramimni qoldiraman, siz ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'laman. Oldindan rahmat. Endi bo'lsa boshlasak bo'ladi. Перепродажа biznesini eng ildizdan boshlaylik, razbori, ya'ni bu mahsulot tanlash. Nima sotishingizga qanaqa qaror berasiz? Men raqam tarafdan faqat aytaman. Ya'ni bu yerda siz qarashingiz kerak bo'lgan ko'p raqamdagi ko'rsatkichlar bor. Masalan, bu mahsulot auditoriyasi kim? Qanaqa платежеспособности ularni? Yoshi, LTVsi yoki sredniy chek va hokazo ko'rsatkichlar bor. Bular hammasi muhim, bular haqida ham gaplashamiz, lekin eng birinchi qarashingiz kerak bo'lgan ko'rsatkich bu o'rtacha pul aylanmasi, ya'ni aynan mana shu biznesda, aynan mana shu tovarda siz olib kelmoqchi bo'lgansiz, sotmoqchi bo'lgan tovardagi pul aylanmasini tezligiga qarashingiz kerak. Chunki oxir oqibatda в конце концов istalgan biznesni qilishdan maqsad tadbirkorni, ya'ni pulini ko'paytirishda, nimadir sotib ko'proq pul daromad olib kelish. O'sha uchun sizda pul aylanmasi tezligi juda muhim. Balki kimdirlar aytishi mumkin, ya'ni pul aylanmasi tezligi optoviklar o'lchashi mumkin ko'proq yoki boshqa bizneslar, lekin roznичныйda o'lchash qiyin-ku deyishingiz mumkin. Unaqa emas ekan. Men o'zim roznичный biznesga kirganimdan keyin bildim, sizda baribir 2 ta yoki 3 ta yoki 5 ta bo'lishi mumkin. Shunaqa produktlaringiz bo'lar ekan, которые o'sha MML produktlar deyiladi. Sizni основной savdoyingizni qilib beradi va ularni bitta partiya olib kelganingizda sizda taxminiy raqamlar bo'ladi. Skladingizda qancha ushlashingiz kerak, taxminan qanchada aylanadi va necha pulgacha masalan pulni muzlatishi mumkin agar qolib ketadigan bo'lsa yoki out bo'lib qoladigan, ya'ni tugab qoladigan bo'lsa qancha pul yo'qotishingiz mumkin degan ko'rsatkichlar bo'ladi. Agar siz yangi bu biznesga kirmoqchi bo'lgan inson bo'lsangiz, ya'ni o'zingizning biznesingiz hozir mavjud emas, lekin qanaqa buni o'lchayman desangiz, buni bugungacha shu biznesni qilayotgan, ya'ni siz bunda yangi emassiz, sizdan oldin kimdir qilgan, ularning raqamlarini olishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni sotib olsangiz bo'ladi. Shunaqa saytlar bor. Bundan tashqari eng oddiysi ChatGPTdan so'rashingiz mumkin. Jahon miqyosida emas, faqat savolni to'g'ri beringlar. O'zbekiston miqyosida palonchi tovari o'rtacha aylanmasini desangiz, o'sha raqamlarni 100% to'g'ri chiqazmasa ham bir 80-90% to'g'ri chiqazib beradi. Balki bu maslahatimdan keyin qaysidir qarindoshlarim meni bloklab qo'yishsa kerak. Endi ikkinchi o'zbekcha maslahat beraman. Deylik, sizda уже tovarniy biznesingiz bor, masalan kiyim do'kon va sizga hamma narsani biladigan aqlli qarindoshingiz baribir chiqadi orasidan, bittasi bo'lsa ham yoki ko'pchilik sizga kelib, "Mana bu narsani ham olib kelgan, zo'r sotiladi" de, "Mana bu narsani ham olib kelgan, men olardim" de deyshadi. Iltimos olib kelmang, iltimos ularning gapiga kirmang. Chunki во-первых, eng oddiyini aytaman, o'sha tovar olib kelganingizdan keyin hatto o'sha qarindoshingizni o'zi ham sotib olmaydi. Siz u tovarni bir dona olib kelmaysiz, siz uni seriya olib kelganingiz uchun sizda ostatikda sotiladimi yo'qmi bilmagan tovaringizni ushlashni boshlaysiz, ya'ni pul muzlatasiz. Ikkinchi tarafdan, ya'ni biznes tarafdan siz hamma narsani olib kelib brend bo'la olmaysiz. Aytmoqchi bo'lganim, siz bitta nishani casual yoki klassika yoki bilmayman faqat вечерний qilishingiz mumkin. Agar shunaqa biznes qilayotgan tanishlaringiz bo'lsa, biznesiga qarasangiz, ularda har doim все стабильно и zo'rroq qolganligiga qaraganda.
qaysidir olib keladi, ko'yni olib keladi, shim olib keladi, hamma narsani olib kelib bitta do'konda sotishga harakat qiladi. O'ylaydi, что qancha assortimentim ko'p bo'lsa, savdom shuncha zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Savdoyingiz qaysidirlarini hisobiga 10 so'm, 20 so'mga oshishi mumkin, lekin основной o'sha mahsulotni ostatikida plyus qolib ketaveradi. Ya'ni siz bu yerdan sotuv qilaverasiz, bitta, ikkita sotasiz. Masalan, bitta seriyada 10 ta olib kelsangiz, 2 ta, 3 ta sotishingiz mumkin, lekin mana bu yerda основной plyusi, ya'ni foydangizni shu mahsulot muzlatib turadi. Kerak emas, qilmanglar bu ishlar. Brend bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz bitta nishani ushlashingiz kerak. Va bu yerda ham aql bilan, ya'ni sizni auditoriyangiz kim? Kimga sotmoqchisiz? Bu yerda sizni yoshingiz, tanish bilishlaringiz, ya'ni muhtingiz va qayerda sotmoqchiligingiz ham juda muhim rol o'ynaydi. Ana endi bularning hammasi sizga sizni pozitsionirованиеңizni chiqazib beradi. Давайте o'zim tanlagan nishani primer qilib keltiraman. Ya'ni men подростковый nisha tanlaganman. Bu yerda o'sha 8-9-sinf qizlardan boshlab to institutni talaba qizlarigacha, ya'ni maktab, kollej, institut auditoriya qizlari hammasi meni auditoriyam hisoblanadi. Nimaga? Chunki o'sha vaqtda aynan qizlar hamma narsa kiyishadi. Ya'ni hudi ham kiyishadi, bilmadim, rubashka ham kiyishadi, jinsi ham, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, u paytda hali imенно bitta stilga, masalan, ishga kirgandan keyin, yoshi kattalashgandan keyin faqat ofisniy stilda kiyinishi mumkin yoki keyinchalik faqat sportivniga o'tib ketishi mumkin. Lekin mana shu подростковый vaqtda hamma narsa kiyishadi. Aynan mana shu pромежуткада qizlar kiyadigan assortiment tovarlarni olib kelganmiz va bu eng olingan to'g'ri qarorlardan biri bo'lgan. Va hozir bizda tovar ostatik ko'p ushalmaydi, chunki tovar podgruppasini o'zi ko'p emas, lekin shunday tovar keldimi, sразу оборот bo'lib chiqib ketadi. Istalgan tovarni biznesda omboringizni nazorat qilishingiz sizga uspeh, ya'ni успешный biznes qilishingizni ishoning 50% dan yuqorini ta'minlab beradi. Siz o'zi nimaga qarashingiz kerak? Nima degani ombor kontroli? Ko'p bor, masalan, mahsulotingiz turi bor, qoldig'i bor. Bular ham muhim, lekin eng muhim 4 ta ko'rsatkich bor. Birinchisi bu mahsulotingizni o'rtacha kunlik savdosi. Ikkinchisi bu uni normativ kuni. Uchinchi qarashingiz kerak bo'lgan bu qoldiq kuni. Necha kunlik qoldi omboringizda va to'rtinchisi bu uni yalpi kunlik daromadi. Oylikmi hammi, haftalikmi hammi, kunlik daromadi. Обязательно qarab borishingiz kerak. Va mahsulotlaringiz orasidan MML, ya'ni eng ko'p foyda olib kelib berayotgan, eng ko'p savdoyingizni qilib berayotgan mahsulotlaringizni обязательно ajratib olishingiz kerak va ularni mana sotdingiz-ku, обязательно yuritib borishingiz kerak-da. Agar post sistemangiz bo'lmasa, bu raqamlarni qayerda yuritishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga mana shu ombor shablonini tashab beraman. Shunda yuritib borsangiz, bu yerda hamma formulalar qo'yilgan, hammasi tayyor, shunchaki mahsulotlaringizni kiritasiz, kirim narxi, sotish narxini kiritasiz va sizda tayyor ombor analizi paydo bo'ladi. Va siz buni agar davomiy kiritib borsangiz, MMLlaringizni ajratib borsangiz orasidan 1 yildan keyin sizda qo'lingizda shunaqa zo'r data paydo bo'ladi. Bu ma'lumotga asoslanib keyingi yil, keyingi sezonda mana shu tovaringizni ozgina o'zgaradimi, o'zgaradi. Mahsulot ko'rinishi haqida gap ketmayapti. Aynan mana shu turdagi tovaringiz, bu bo'lishi mumkin jinsi, bu bo'lishi mumkin novogodniy sviterlaringizda, yangi yillik sviterlarni olib kelgan bo'lsangiz, qancha sotdingiz, sizda qanchalik masalan over bo'lib qoldimi, ya'ni mahsulot pulni muzlatib qo'ydimi yoki out of stock bo'lib qoldimi, agar sizda tugab qolgan bo'lsa, taxminan necha pul yo'qotdingiz, hammasini datasi yig'iladi. Siz keyingi yil zakupni oldindan plan qila olasiz. Вот eng mazza joyi, eng zo'r joyi, siz keyingi yil aynan shu mahsulotni sezon paytida qancha olib kelishingiz kerak, o'tgan yili qancha yetmay qoldi va bu yil taxminan sizga bu mahsulotga necha pul tikishingiz kerak va taxminan sizga necha pul olib kelishini oldindan hisoblay olasiz. Va har yili, ya'ni mana shu data sizda qancha ko'p bo'lgani sari, masalan 2 yillik, 3 yillik data qilganingizdan keyin sizda bu mahsulot haqida, nima tovarni qachon sotish kerak, hammasini raqamlari bo'ladi va qaysi payt nima olib kelishi уже 100% bilasiz. 100% bilasiz va pulli oqimini oldindan hisoblay olasiz, hatto u pul hali bo'lmagan vaqtda ham. Oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman, terminlarsiz agar qiyin bo'lgan bo'lsa, tushunmagan joylarni prosta masalan pul oqimi nima degani yoki bilmayman
mml nima degani deb yozsanglar kommentariyada javob beraman, qaysidir joyini tushunmay qolgan bo'lsanglar. Keyingi narsaga o'taylik. Onlayn do'konlar uchun 3 ta maslahat beraman va o'tib ketaman. Birinchi maslahatim, zo'r ishlayotgan kreativni olib qo'ying. Ya'ni nima degani bu? Mana bir marta target yoqdingiz, kreativ zo'r ishladi, ko'p klient olib kelib berdi, keyin tinib qoldi. Masalan, mijoz olib kelmay qo'ydi. Bu degani targetni o'chirish kerak, lekin bu kreativni saqlab qo'yish kerak ekan. Mana o'zimda bo'lgan keys, bizda bitta kreativga target yoqdi, zo'r portlatib berdi, tovarimizni 2-3 ta partiyasini tugatdik, keyin to'xtab qoldi. Kreativ mijoz olib kelmay qo'ydi. Uni o'chirdik. 3-4 haftadan keyin yana bitta yoqqanimizda xuddi o'sha kreativni o'zgartirmasdan yana xuddi shuncha patok klient olib kelib berdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bitta kreativ klient olib kelib qo'ydi, bo'ldi, bunga target yoqmayman deb uni axlatga tashlab yubormang, musorga tashlab yubormang. Tursin, keyinchalik yana bitta test qilib ko'ring. Ishlamagan taqdirda ham hech narsa yo'qotmaysiz. Ikkinchi maslahat, agar onlayn do'kon bo'ladigan bo'lsangiz, har kuni mijozlaringizni otuzlari bilan bo'lishib boring. Onlayn do'konlarga ayniqsa bu juda ham kerak, chunki do'kon bo'lmagani uchun o'zi shundoq ham sizga ishonch nisbatan kamroq bo'ladi. Agar siz har kuni otuzlarni bo'lishib boradigan bo'lsangiz, postda aktualnilarni saqlab qo'yish kerak ekan. Mijozni to'lov qilishga ikkilanib turgan vaqtida juda katta turtki berar ekan boshqa mijozlarni живой otuzlari. Ya'ni mijozingizni otuzlari bilan kunlik yoki bir haftasiga kamida 2 marta bo'lishib borish kerak ekan. Uchinchi maslahatni o'zimni xatoyimdan kelib chiqib aytaman. Agar siz massiviy sotmoqchi bo'lsangiz, kontentingiz обязательно o'zbek tilida bo'lishi shart. O'zbek tilida, o'zbek vibe'ida bo'lishi kerak. O'shanda ko'proq, ya'ni massovkaga sota olasiz. Agar siz kontentni rus tilida qiladigan bo'lsangiz, ruskoязычный auditoriya ham ko'p, lekin o'zbek tili auditoriyasiga nisbatan kamroq. Men o'zim bu xatoni qilganman. Ya'ni bu biznesni men tayyor sotib olganim uchun auditoriya уже ruskoязычныйlar ko'proq yig'ilgan. Shunaqa qilib o'zligini pozitsiyasini ushlab kelishgan biznesni olganman. Men uni shunda olib, oyog'ini osmondan qilib, bugundan boshlab o'zbekchasiga sotamiz deb o'zgartirmaganman. Va shu uchun o'zbekcha auditoriya yig'ib sotayotgan onlayn do'konlardan ko'ra bizani savdoyimiz 10-20% ga kamroq bo'lishi mumkin. Ya'ni menda aniq raqami yo'q, taxminan aytaman, balki 30% ga kamroq bo'lishi mumkin. Bu xatoni sizlar takrorlamanglar. Agar onlaynga kirmoqchimisiz, обязательно siz tanlashingiz kerak bo'lgan til bu o'zbek tili. Spособности kamroq auditoriya kelgan taqdirda ham, как minimum bu sizga podpiska va prosmotrlaringiz uchun zo'r ishlab beradi. Zerikib qolmadinglar degan umiddaman. Oxirgi bitta keys bilan tugatmoqchiman. Buni aytmaymi deb rosa o'yladim. Juda oddiy instrument bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik qilmaydi. Lekin agar qiladigan bo'lsangiz, juda katta sizga loyalniy auditoriya olib kelib beradi. Undan tashqari, конечно же, обороtingizni karra-karraga o'stira olasiz, faqatgina eski mijozlar hisobidan. Onlaynda ishlaydiganlar, offlayn bizneslarda ham ko'rganman, ko'pchilik mijozni datasini saqlab qolmaydi. Mijozni ma'lumotlarini yig'ing. Mijozingizni ma'lumotlari sizda qancha ko'p yig'ilsa, siz shuncha ko'p u mijozni tanishni boshlaysiz. Ko'pchilik do'konlar aytadi, o'zi bizning klientlarimiz loyalni, qayta sotib olishadi deyshadi. Men savol berganimda, necha foizi qayta oladi mijozingni deganimda, всё, u joyda hech qanaqa raqam yo'q. Sizda agar aynan mana shu joyda raqam bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa tushuntiray, siz bu ma'lumotlarni yig'ib bormayotgan paytingiz, xarid qilgan mijozlaringizni masalan 10 yoki 20% qayta xarid qilayotgan bo'lsa, o'zi agar siz ma'lumotlarni yig'ib borib, mijozingiz nimani yoqtirishini, nimalarni ko'proq olayotganini, qaysi kategoriya mijozlarga qaysi tovarlarni predlagatsiya qilishingiz kerakligini bilishni boshlaysiz. Buni bilganingiz hisobidan siz qayta xaridni foizini 10-20% dan ishoning 50-60% gacha chiqarishingiz mumkin. O'sha uchun sizga mijozni ma'lumoti, mijozni datasi eng qimmatli narsa. Uni обязательно yig'ib boring. Как minimum Excel qiling. Excelga erinadigan bo'lsangiz, oddiy post sistemalar qilib yotibdi hozir. Arzon post sistemalar, oyiga 100 ming so'm, 500 ming so'm, 200 ming so'mliklar ham bor. O'shalardan oling, ishlating, ma'lumotlar yig'ilishni boshlagandan keyin o'zingiz ko'rishni boshlaysiz. Biznesingizda qancha ko'p raqam paydo bo'lishni boshlasa, shuncha biznesingiz o'sishni boshlaydi. Raqamlarni yig'ib boring, raqamlarga qarab boring va raqamlarni to'g'ri ishlatishni o'rganing. Agar sizda raqamlar bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning bolalarimiz sizga aynan o'sha biznes analitika bo'yicha yordam beramiz. O'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kommentariyda menga yordam kerak deb yozishingiz mumkin. Bilmayman qanaqa yozish kerak.
Xullas, dardingizni yozsangiz, biz sizga aynan analitika bo'yicha yordam bera olamiz. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, rahmat kattakon. Do'konimning linkini qoldiraman, kontaktlarni qoldiraman. Agar mendan qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizga muhtojligimiz bo'lasizlar degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha.